Sovunu bu. Ha, o'rtoq, hozir meni bitta qiz ko'rib qoldim, sen lokasini tushuntir. Yaxshi qiz, shuni o'rtog'im lokatsiyani tushuntirib yuboring. Kim bu? O'rtog'im Toshkentga endi keldi. Shunda mana shu Toshkent City'ning orqasida park bor. O'sha yerdan Safiya keladi. Keyin to'g'riga yursangiz, o'ngga qaytsangiz, bulvar ichidamiz. Allo. Balarroq. Svязь yo'q joyda bo'lsa kerak-da. Allo. Cho'qib qo'ydilar. Jinromisiniz? Nima bu maynavozchilik? Men qo'limga hozir sovun tutib qo'ydingiz. Yo, bu sovun emas, bu telefon. Voy, telefonimni sindirdingiz. Hazillashyapsizmi? Hazillashayotganim. Sovuningizni olib boring, keting yo'lingizdan. To'liysiz, voy, to'liysiz endi. Bo'ldi, sovun olib berish kerakmi? Telefoningizni berib turing. Endi men o'rtog'imga shunday gaplashib olib, telefonimni sindirib qo'ydingiz. Javob bermayman. Voy, bering davom telefonimni sindirib qo'ydingiz. Qanaqa telefon? Qoching yo'limdan, men shoshilyapman. To'xtang, voy, telefoningizni berib turing. Rayhon G'aniyeva. Bitta tashxis 1 sekundda chiqarib beradi. Bunda yana unda effektlar bor-da, 8 ga konsert so'yadi. Chombo tajriba, siz telefon qilmoqchi edingiz menga. Sabr qilib turasizmi? Mana konsert varianti bitta eshiting. Instagram, TikTok, Facebook bormi? O'shanda любой videoingizni MP3 nusxasiga skачать qilsangiz bo'ladi. Eng muhimi без подписка. Buni nomi Savet Instabot. Qayerdan qidirishni bilasizmi? Yo'q. Telegramdan qidirasiz.